Telefonni qaynatishda, hatto drill bilan teshishga ham harakat qilib ko'rishdi, lekin foydasi yo'q. Honor X9C shu darajada baquvvatligidan ekrani chizilmadi ham. 6.78 dyumli AMOLED ekrani bilan kinoni mazza qilib tomosha qilasiz. O'yinlar esa haqiqiy ranglarda ko'rinadi. 120 Hz yangilanish tezligi telefon umuman qotmaydi degani. Ichida Snapdragonning 6-avlod protsessori bor. Shuning uchun istalgan o'yin va ilovalarni muammosiz ishlata olasiz. Eng qizig'i 108 megapiksellik kamera, katta ekran va silliq ishlashi bilan Honor X9C mobilograflar uchun ideal. 6600 mAh batareya bemalol 24 soatga yetib beradi. 66 wattli quvvatlagichi telefonni 1 soatga qoldirmasdan zaryadlaydi. Yengil, lekin baquvvat qilib ishlangan Honor X9C ni openshop.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.